Mana 2026-yilni birinchi kunini ham boshlab oldik. Yilimiz hammamizga barokatli kelsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana sizlarga podpисchiklarim yana bitta arzon tika so'raganlarga arzon tikamiz bor. Zudlik bilan telefon qilinglar, sababi arzon tikalar juda tez sotilib ketyapti. Shuning uchun sirazi telefon qilinglar, xafa bo'lish yo'q sotilib ketsa. 97-yil 5 talik korobka yurib turgan mashina dehqondan olib keldim, hali tayyorlangan ham yo'q. Arzongina sotib yuboraman, o'zim tayyorlab olaman deganlarga. Endi tayyorlab hamki nimasini tayyorlaysiz? Ag'bag'ini yuvasiz. Chexollari ham normal ekan mana. Hamma yog'i yaxshi. Sarib qilaman desangiz, o'zingizga moslab sarib qilib olasiz. Mana shu mashinamiz mana sotiladi. Oluvchilar 90-851 92 ga murojaat qilishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosib, podpiska qilib qo'yish eslaringizdan chiqmasin. Kecha mana 30 mingta bo'ldik, 100 mingta bo'lsak, mana shunaqangi chekalardan xudo xolasa qo'yamiz. Qaysidir baxtli inson yutib olishi mumkin. O'shaning uchun podpisatsiya qilib qo'ying, keyin armonda qolmang. Sog' bo'linglar.